Qizlar, mana bu qizimizning sochi zo'r ochartirilgan. Endi poslisini qo'yamiz. Aha, yana bir marta. Bo'ldi. Qizlar, mana bu soch chiqaringlar. Oynami bu? Bu qizni o'ziga o'xshagan sochi bor ekan. Молодец. Kecha kelgan klientim singillarini jo'natgan ekan. Mana singillarining sochlari. Ochartirilgan sochga mos sostavlari bilan ishlab qilib berdik. Sochlari o'zi ham ideal darajada chiqdi. Voy. Вообще zo'r. O'zimga rosa yoqdi вообще. Kecha Koreyadan edi opingiz. Bugun siz Xitoydan kelgansiz. Bular chet el, hammasi chet elda yashaydigan qizlar. Chiroyli. Ha, yana blondinka soch bo'lib qoldi Marku. Blondinka bo'ladimi shunda? Вообще asal. Rosa ko'p videoga olgim kelyapti, lekin bo'ldi, olib bo'lganman lekin. Nima qilmoqchi edim, aytmoqchi. Mamnun qarang. Spishkada ashyo chiqarganda. Shi.